Endi har kuni magazindan 10 mingdan sirok sotib olmaysiz. Ikkita sirokni puliga naqd 8 ta sirok tayyorlaymiz. Quruq idishga tvorog, shakar solib, ozgina sariyog' solib, yaxshilab aralashtiramiz. Tabga ko'ra vanilin solsangiz bo'ladi. Men vanilin soldim. Yaxshilab aralashtirib olib, bir xil massaga ega bo'lganidan keyin tvorogli massani konditerskiy meshokka solib, xuddi shu joyidan kesib, qolipga xuddi videodagidek solib chiqamiz. Qolipni Orizordan atiga 15 ming so'mga sotib oldim. Tvorogli massani hammasiga solib chiqqanimizdan keyin xuddi videodagidek tekislab olamiz. Siroklarni morozinlikka 4 soat davomida qotirishga qo'yamiz. Mana siroklar ham qotib chiqdi. Ko'rib turganingizdek, siroklar qolipdan oz olinadi, yopishib qolmaydi. Hammasini qolipdan ajratib olganimizdan keyin shokolad bilan ozgina yog'ni mikrovolnovkada eritib, xuddi videodagidek shpashkani sirokka tiqib, shokoladga botirib olamiz. Ustini xuddi videodagidek bezatdim. Endi u yog'i o'zingizga. Video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.